Assalomu alaykum. Bugun So'lta Hangu 1B kitobi 10-mavzusi Chigim yo'chiyo hozir soat nechi mavzusini o'tamiz. Eslatib o'taman, ushbu mavzuni o'rganishdan oldin albatta ushbu mavzuga oid bo'lgan so'zlarni yodlab qo'yishingizni so'rab qolaman. Birinchi o'g'vi, ya'ni lug'atimiz Pinkani almajin tan'oralseyo bo'sh joyga mos keladigan so'zlarni yozing deyapti. Endi biz mana bu so'zlarni yodlaganmiz. Shu so'zlardan foydalanib pastdagi bo'sh joylarga yozib chiqamiz. Ikkinchisi, "Bo'lheyo, nima qilyapsiz? Pinkani almajin pon'oralseyo." O'sha bo'sh joyga mos raqamlarni yozing deyapti. Bu ham o'sha so'zlarni mustahkamlash uchun mashq xolos shunchaki. Misol uchun ikkinchisini ko'rsak, "Po'siril kidarida" deyapti, ya'ni avtobus kutmoq. Qayerda avtobus kutyapti? Mana bu holatda bu yerga 2 qo'yamiz. Misol uchun Unjon hada nima qilmoq? Mashina haydamoq. Hop, mana bu yerga 3 qo'yamiz. Xuddi shu holatda uzr. Mana bu bas ekan. Bosiril kidarida mana bu 2 mana bu yerda. Kutyapti. Mana 3 bo'lsa Po'siril tada avtobus minmoq, mana bu yerga 4 qo'yamiz ekan. Mana shu holatda hop yozib chiqamiz. Xo'p, shigan, ya'ni shigan mavzusini o'tamiz ekan. Bu vaqt degani, shigan bu vaqt degani. Endi soatlarni aytishda ishlatamiz ekan. Xo'p, eslatib o'taman, koreys tilida soatlar va daqiqalar bor, soat va minutlar. Soatlar har doim shi deb ishlatiladi, minutlar bo'lsa har doim pun deb ishlatiladi. Shi soat, pun minut bo'ladi. Soat minut. Xo'p, yana bir marta eslatma, koreyslarda har doim soati 12 gacha bo'ladi. 12 gacha. 12 dan qaytaveradi. Misol biz aytamiz-ku, 18 dan 20 minut o'tdi, ya'ni obeddan keyingi 6:20 bo'ladi. Yo'q, unaqa emas. Bularda 18 yo'q, asosan shu obeddan keyingi 6:20 yoki obeddan oldingi 6:20 deb ishlatishadi. Har doim shunday. Ba'zilarda bo'lishi mumkin, lekin 99% holatda shunday ishlatiladi. Endi shu obeddan oldin, obeddan keyin deb turib, qanday ajratib olamiz? Obeddan keyingi oldimi, obeddan oldingi oldimi deydigan bo'lsak, biz so'zlarda o'tdik. Ohu va ochonda o'tdik. Ohu, ochon. Mana shulardan ajratib olsak bo'ladi. Xo'p, yana bir marta eslatma. Shi soat dedik, pun minut dedik. Shi soatlar har doim koreys sanoqlarida ishlatiladi. Bilamiz, xana, tul, set, net, tasot, yosot, ilgob, yo'dil, ahob, yo'l. Minutlar bo'lsa har doim Xitoy sanoqlarida ishlatiladi. Bilamiz buni ham. Il, i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, ku, ship. Mana shu holatda ishlatiladi. Adashtirib yubormanglar. Soatlar har doim koreys sanoqlarida, minutlar bo'lsa har doim Xitoy sanoqlarida ishlatiladi ekan. Misol uchun mana bizda soatni ko'rsating, mana tepada turibdi. O'zim soatim 12 dan 17 daqiqa o'tdi. Ya'ni qachongi? Ohu, obeddan keyingi. Obeddan keyingi 12:17. Endi biz buni qanday ishlatamiz desak yozamiz. Ohu 12 bo'lsa yo'l tu 12. Yo'l tu shi soat 12:17 bo'lsa, o 17 bo'lsa, ship chil pun gapda yakunlaymiz. Yo. Bo'ldi. Ohu yo'l tushi ship chil punga yo. Obeddan keyingi 12 nechi? 17. Shu holatda. Misol aytamiz hozir. Chigim yo'chiyo. Mana bu eslab qolinglar, soat nechi degan. Hozir soat nechi? Hop, misol uchun 6:20 bo'lishi mumkin. 6:20. Buni yozamiz. 6 yosot. Yosot shi 20. I ship pun gapga yakunlaymiz. Yo. Bo'ldi. Yo'ltush yosot shi mana 6 degani. I ship pun, i ship bu 20 degani. 20 minut o'tdi. Bo'ldi. Shu holatda xolos. Unaqa qiyin emas bu. Faqat tezda o'sha mashq qilib yodlab olsak bo'lgani. Juda ham oson mavzulardan biri. Xo'p, yana bitta bor. Misol uchun soat hozir nechi demoqchi bo'lsak, misol 5:30 bo'ldi. Yozamiz. Tasotchi samshi pun yo dedik. Tasotchi samshi pun yo. Soat 5:30.
soat 5dan 30 daqiqa o'tdi degani bu hozir. Xohlasak sanoqda yozamiz, xohlasak shunchaki harflarda yozsak ham bo'laveradi. Uni ahamiyati yo'q. Biz to'g'ri aytsak bo'ldi. Soatlarni har doim qarz sanoqlarda, Xitoy minutlarda bo'lsa har doim Xitoy sanog'ida ishlatishimiz kerak bo'ladi. Endi biz e'tibor qiladigan joyimiz mana bu samshib bor-ku, yarim degani. Shuni biz shunchaki pan deb ishlatsak ham bo'laveradi. Pan. Tasochi pan yo bo'ldi. Tasochi pan yo 5:30, 5:30. Shu holatda ishlatsak ham bo'laveradi ekan. Xo'p, AB'ni ko'ramiz. 지금 몇 시예요? Hozir soat necha desak, 3:20 20분이에요. 3 dan 20 daqiqa o'tdi. Mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan 3:20da. Xo'p, 지금 몇 시예요? Hozir soat necha? 2:00예요. 2. 5시 15분이에요. 5 dan 15분, 15 daqiqa o'tdi. 10시 30분이에요. 10 dan 30 daqiqa o'tdi. Yo'l degani bu 10 degani bilamiz. 30 degani bu 30 degani. Pun bu minut degani. Shi bo'lsa soat degani. Yeyo bilamiz, gapni yakunlayapmiz. Yoki shuni o'rniga mana yo'lshi pan yeyo 10:30 deb yozsak ham 30 punni pan deb almashtirib ishlatsak ham bo'ladi. Lekin panda ishlatayotgan paytimizda bu bilan pun minut ishlatilmaydi. Buni albatta eslab qolishlaring kerak bo'ladi. Xo'p, pastda ham ko'ramiz. 몇 시에 점심을 먹어요? Soat nechida 점심 obed qilasiz, obed yeysiz desa 1시쯤에 먹어요. Taxminan birlarda yeyman deyapti. So'zlarda chiqqan bo'lsa kerak, chim degani bu taxmin. Misol uchun aytishimiz mumkin. 8시쯤에 학교에 가요. Taxminan 8larda maktabga boraman. Shu holatda. 몇 시에 친구를 만나요? Soat nechida do'stingiz bilan uchrashasiz? 4시에 친구를 만나요. Soat 4da do'stim bilan uchrashaman. 나나씨는 5시쯤에 일어났어요. 나나 taxminan, chim taxminan degani 6larda 일어났어요, uyg'ondi deb tarjima qilamiz ekan. Endi bu yerda mana bu qo'shimchasini bilamiz. Soat, vaqt, kunlarga qo'shilganda da deb tarjima qilinadi. Buni eslab qolishimiz kerak. Soat, payt, kunlarga qo'shilganda da deb tarjima qilinadi. Joylarga qo'shilganda bo'lsa ga deb tarjima qilinadi. Buni o'tganmiz o'tgan darslarda. Menimcha tushunarli bo'ldi. Faqatgina o'sha biroz mashq qilsalaring bo'ldi. Asosiy biladigan narsamiz shu sanoqlarni yaxshilab yodlab olib turib, shu soatlarda qarz sanog'i, minutlarda bo'lsa Xitoy sanog'i qo'yib ishlatsak bo'ldi. Xo'p, yonsibda bajarib qo'yamiz. 친구와 이야기해보세요. Do'stingiz bilan suhbatlashib ko'ring. Potom 몇 시에 일어나요? Odatda soat nechida uyg'onasiz desa, 7시 반에 일어나요. 7시 7:30da uyg'onaman. 7시 반쯤 일어나요. Taxminan o'sha 7:30larda uyg'onaman deyapti. 일어나다 아침을 먹다, yana nimadir qilmoq, 점심을 먹다, 자다 등. Bu yoqdan ekan. Soat nechida ushbu ishlarni qilasiz? Bularni soatlar misolida yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyin grammatikamiz otlarga qo'shiladi butto. Yana otlarga qo'shiladi qachchi. Bu nima degani desak, butto degani dan boshlab qachchi bu gacha degani. Qaysi soatdandir, qaysi soatgacha. Eslatib o'taman. Misol uydan ko'chagacha, maktabdan uygacha deganimizda ishlatilmaydi. Mana bu butto doim o'sha vaqtlarda, vaqt paytlarda kelganda ishlatiladi. Joylarga ishlatilmaydi. Butto. Faqatgina o'sha vaqt, payt, kunlarga nisbatan ishlatsak bo'ladi. Lekin buttoni eslatib o'taman, hech qachon joylarga nisbatan ishlatilmaydi. Joy, misol uydan ko'chaga deganimizda ishlatilmaydi. Bu ham juda ham oddiy. Misol uchun aytamiz. Xo'p, ertalab misol 3 dan 4 gacha sport bilan shug'ullanaman deydigan bo'lsak, ertalab achchim ertalab bo'lmaydi. 3 dan 4 gacha sebyok bilan sahar. sebyok 3시부터 4시까지
같이 운동을 해요. 새벽 sahar o'sha 3 dan boshlab 4 gacha sport bilan shug'ullanaman deganda ishlatadi. Xo'p, juda ham o'sha oddiy grammatikalardan biri, faqat biroz pashqa qilsak bo'ldi. Kunlarga nisbatan ham ishlatsak, misol hafta kunlari ishlataveramiz. 월요일부터 금요일까지 수업이 있어요 desam, dushanbadan jumagacha darsim bor. Dushanbadan boshlab jumagacha darsim bor holatda ishlatsak bo'laveradi ekan. Xo'p, misollarni o'qiymiz. 며칠까지 한국어를 배워요. 9시부터 1시까지 배워요. Soat nechagacha koreys tilini o'rganasiz? 9 9dan boshlab 1 1gacha o'rganaman. Xo'p, pastini ko'ramiz. 2시부터 4시까지 영화를 봤어요. 2dan boshlab 4gacha kino ko'rdim. 며칠까지 일해요. Soat nechagacha ishlaysiz desa, 오후 6시까지 일해요. Bitdan keyin 5, 6, 6gacha ishlayman. 월요일부터 금요일까지 한국어 수업이 있어요. dushanbadan jumagacha koreys til darsim bor. Hop, 8월 12일부터 31일까지 방학이에요. 8-oyning 12-kunidan boshlab 31-kunigacha ta'til. Shunda butodan boshlab kachigacha degan. Buni albatta biroz mashq qilib yodlab qo'yamiz. Xo'p, managi il, birinchi managimiz. Buni ham o'qib, tarjima qilib qo'yamiz. Xo'p, yonsib 2, 52-bet. Buni mashq qilib qo'yamiz. Ya'ni nima deyapti? 일요일 계획을 세우고 친구와 약속을 해보세요. Ya'ni ilyoil, yakshanba kunlik kerak rejangizni tuzib deyapti, do'stingiz bilan suhbatlashib ko'ring deyapti. 일요일에 같이 차를 마실까요? yakshanba kuni 같이 birga choy ichamizmi? 좋아요. 그런데 일요일 오전에는 등. yaxshi, lekin yakshanba kuni o'sha oldin, abitdan oldin nechidada nimadirim bor. Davom etib ketaverasiz. Ya'ni bir kunlik reja. Yakshanbalik. Soat nechida nima ish qilasiz? Shularni yozib qo'yamiz. Xo'p, keyingisi fe'llarga qo'shiladi ekan. Aso-oso. Aso-oso bu hozir bu yerda kelayotganni ib bo'lib degani. Ib bo'lib. Misol uchun aytishimiz mumkin. 집에 가서 연락해요. deydigan bo'lsak, uyga borib yo'llakheyo. Telefon qilaman, xabar beraman. Ya'ni ikkita ish harakat bir-biriga bog'liqda. Uyga borasiz va uyga borib turib, undan keyingi qilmoqchi bo'lgan ish harakatingiz uyga borishingiz bilan bog'liq. Ya'ni telefon qilish ish harakatingiz nima bilan bog'liq? Uyga borishingiz bilan bog'liq. Shuning uchun ikkita ish harakati bog'liqlik, ya'ni bog'liq bo'lgan ikkita ish harakatini bog'liq bo'lsa, bo'lib deb tarjima qilinadi. Qaytaraman yana bir bor. Ikkita ish harakati bo'lishi kerak. Bitta ish harakati va ikkita ish harakati. Chibekada bu birinchi ish harakat, yo'llakada bu ikkinchi ish harakat. Ikkita ish harakat ham bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak. Lekin bu yerda va emas, qachonki o'sha ib bo'lib, birinchi ish harakatni qilib bo'lib, ikkinchi ish harakatni boshlashingiz kerak bo'ladi. Va o'sha ikkinchi ish harakat birinchi ish harakatga bog'liq, ma'no jihatidan bog'liq bo'lish kerak bo'ladi. Mana tushunali bo'ldi. Yana bitta misol tuzaman yoki hop, o'sil saso 친구한테 선물해요. hatam biroz xunukroq. tushunasizlar. Hop, o'sil saso 친구한테 선물해요. O't, kiyimni sotib olib, saso bo'lyapti. Sotib olib do'stimga sovg'a qilaman. Ya'ni qilib bo'lib, sotib olib bo'lib, ya'ni bir ish harakat tugaydi, sotib olib bo'ldingiz, undan keyin ib bo'lib do'stingizga nima qilasiz? Sovg'a qilasiz. Ya'ni kiyimni sotib olishingiz do'stingizga sovg'a qilishingiz bilan bog'liqda kelasi. Shuning uchun aso-oso ishlatiladi ekan. Ib bo'libdi.
Nimadir qilib bo'lib, nimadir ish harakatni bajarish. Bo'ldi. Asosiy qoidasi shu. Va qo'shimchasiga ikkala ish harakati ham bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak. Bo'ldi. Boshqa holatda chalg'imasangiz ham bo'laveradi. Hozir shu. Va a'zo o'soni qo'shilish joyi bo'lsa, biz ayo o'yoni o'tganmiz. Ayo oyo. Ayo oyo. Shuni qo'shilishi bilan bir xil. Ya'ni qachon ayo, qachon oyo edi. Qo'shilish jihatdan deyapman. Qo'llanish jihatdan emas, qo'shilish jihatidan. Ayo oyo qachon qo'shilardi? O'sha o bilan a bilan tugasa, oxirgi o'rnimiz ayo, qolgan hammasiga oyo deganmiz. Xuddi o'sha bilan bir xil asosi ham. Mana buni ayo oyoni esdan chiqarganlar bo'lsa, qayta birinchi videolarimizdan o'sha ayo oyo mavzusini topib turib, hop biroz yodlab qo'ysalaring ancha foydali bo'ladi. Hop, endi misollarni ko'rib chiqamiz. 어제 뭐 했어요? hech nima qildingiz desa, 인사동에 가서 차를 마셨어요. 인사동ga bo'lib yoki borib nima qildim? Choy ichdim. Ya'ni bir-biriga bog'liq. Pastda ham 친구를 만나서 같이 영화를 봤어요. do'stim bilan uchrashib birga kino ko'rdim yoki ko'rdik. 케이크를 만들어서 동생하고 먹었어요. 케이크 tort pishiriq tayyorlab bo'lib yoki tayyorlab ukam bilan yedik. Ukam bilan yeyish bilan keykni, ya'ni tort tayyorlash bir-biriga bog'liq va qachon ukangiz bilan yedingiz, o'sha keykni tayyorlab bo'lib. Shu holatda ishlatiladi. Xo'p, yonsibda ko'ramiz. 그림을 보고 같이 이야기해 보세요. do'stingiz rasmni ko'rib, pogi와 같이 namunadagidek suhbatlashib ko'ring deyapti. 자, pogi mana 남자친구 생일에 무슨 선물을 줬어요. ya'ni o'sha qiz o'rtog'ingizning senga tug'ilgan kuniga qanday sovg'a qilasiz desa, 그림을 그려서 줬어요. qildingiz desa, 그림 rasm chizib berdim. 1 2 3 4 mana shu holatda ham rasmlarni ko'rib biz o'sha qisqacha kichkina bir gap tuzib qo'yamiz. O'sha asosi hozir o'tgan grammatikamiz ishtirokida. Ya'ni gul sotib olib o'sha o'zi chingu qiz o'rtog'imga berdim, pishiriq tayyorlab o'sha kimgadir berdim, soat sotib olib kimgadir sovg'a qildim va hokazo. Shularni yozib qo'yamiz. Xo'p, keyingi grammatikamiz verb, bu ham fe'lga qo'shiladi ekan. Il ko'yeyo. Bu ham juda ham oddiy grammatikalardan biri. Bu nima desak, bu zamon bu. Qaysi zamon desak, bu kelasi zamon. Kelasi zamon. Ya'ni hozirgi soatimizdan, hozirgi paytimizdan kelasida sodir bo'layotgan ish harakatlari haqida gapirganda ishlatamiz ekan. Misol, buni o'sha kalit so'zlari bor. Misol, nil ertaga. Hop, daum chu kelasi hafta, daum tal kelasi oy va hokazo. Ya'ni kelasida bo'ladigan, kelasida qiladigan ish harakatlarimiz haqida gapirganda ushbu grammatikani ishlatamiz ekan. Xo'p, ABni o'qiymiz. 주말에 뭐 할 거예요? ya'ni 주말 hafta oxiri nima qilasiz desa mana. 친구하고 같이 영화를 볼 거예요. do'stim bilan birga kino ko'raman. Bugun nima ekan? Mana 목요일, payshanba ekan. Ya'ni kelasi zamon mana to'yoil va 일요일. Xo'p, pastini 오늘 저녁에 친구를 만날 거예요. bugun kech paytda do'stim bilan uchrashaman. 밥 먹었어요? ovqat yedingizmi? 아니요. 조금 후에 먹을 거예요. yo'q, birozdan so'ng yeyman. 오늘부터 매일 한국 뉴스를 들을 거예요. bugundan boshlab 매일 har kuni koreys news yangiliklarni eshitaman yoki eshitmoqchiman holatida ishlatiladi ekan. Xo'p, bu unli undosh tanlaydi. Agar unli bilan tugasa l ko'yeyo, agar undosh bilan tugasa il ko'yeyo holatida ishlatiladi. Mana bu yerda yozib qo'ygan, patchimi bor yo'qligiga qarab. Mana tushunarli bo'ldi. Bunga albatta mashqlar yozib, biroz yodlab qo'yamiz. Xo'p, ikkinchi maragimiz. Buni o'qiymiz va tarjima qilib qo'yamiz. Va tetki bor 56-bet, 18-tirik. Bularning tetkisi hammasi bizning Telegram kanalida joylab qo'yilgan, bemalol kirib foydalansalaring bo'ladi. Tetki 1ni bajarib qo'yamiz.
Hop, pastda mana tetka 2 bor. Buni ham bajaramiz. Hop, va undan keyin hop bular biz ustozlarimiz o'sha aniq-aniq o'sha eng kerakli joylarni o'tishadi. O'sha biz ham o'sha eng kerakli joylarni aytib ketyapmiz. Mana bu joylari bo'lsa unchalik kerak emas bizga hozir. Shuning uchun aniq-aniq eng kerakli joylarni o'tib tushuntirib ketyapman xolos. Nega tez o'tyapti ekan deb unaqa xayolga bormanglar. Va ilgi bor. Ilgini buni ham o'qiymiz va tarjima qilib qo'yamiz. Pastda savollari bor. Savollariga ham javob topib qo'yamiz. Va biz ilgini o'qib tarjima qilganimizdan so'ng bu yerda sigi bor. Ya'ni biz yozishimiz kerak. 여러분이 김종호가 되어서 답장을 써보세요. sizlar o'sha Kimjonga bo'lib javob yozib ko'ring deyapti. Ya'ni tepada savol berilganda mana bu yerda Mariko savol bergan ekan. Endi bu bo'lib turib mana Kimjonga yozgan Mariko. Endi biz shu Kimjonga bo'lib turib bu tepadagi savollarga pastga endi javob yozib qo'yamiz. Xo'p, mana bu Arapogi har bitta kitobning Arapogisi bor. O'sha har bitta mavzuning o'sha Arapogida Koreyaning o'sha eng muhim joylari, ya'ni o'sha madaniyati, shunga o'xshagan narsalari tushuntirilib ketiladi. Albatta buni yodlab bilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun qaranglar. 은행은 오전 9시부터 오후 4시까지 합니다. 주말에는 안 합니다. Bank obeddan oldin 9dan boshlab, obeddan keyin 4gacha ishlaydi. Dam olish kuni ishlamaydi. Hop, 우체국은 오전 9시부터 오후 6시까지 합니다. 토요일과 일요일 쉬입니다. Pochta markazi o'sha obeddan oldin 9dan boshlab, obeddan keyin 6gacha ishlaydi. Shanba, yakshanba kunlari dam oladi. 출입국 관리 사무소는 9시부터 6시까지 합니다. 토요일은 9시부터 1시까지 합니다. o'sha immigratsiya 9dan boshlab 6gacha ishlaydi. To'yoil shanba kuni 9dan boshlab 1gacha ishlaydi. 그렇지만 lekin 인천공항 출입국 관리 사무소는 오전 7시부터 오후 7시까지 하고 주말에도 안 쉽니다. lekin o'sha Seul immigratsiyasi, Inchondagi immigratsiya bor ekan. U immigratsiya obeddan oldin 7dan boshlab, obeddan keyingi 7gacha ishlaydi va dam olish kuni ham ishlaydi ekan. Va keyingisi 자기 평가, bu o'zimizni baholash. 64-bet. Bu endi o'sha butun bir mavzuni kichik bir testi. Bularni albatta bajarib qo'yamiz. Misol birinchisiga biladigan so'zimizga pichcha qo'yamiz. Hop, ikkinchisiga 대화를 완성하세요. o'sha suhbatni 완성하다 yakunlab qo'ying deyapti. Buni yakunlab qo'yamiz. Uchinchisiga 그림을 보고 대화를 완성하세요. Rasmni ko'rib 대화 suhbatni yakunlab qo'ying deyapti. Bularni yakunlab qo'yamiz. Menimcha bugungi mavzu ham ancha tushunarli bo'ldi. Unchalik qiyin bo'lmadi degan umiddaman. Agar sizlarda ham qandaydir savollaring bo'lsa, tushunmagan joylaring bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldirsalaring bo'ladi. O'zim bemalol ko'rib, xudo xolasa javob yozishga harakat qilaman. Bizning Telegram kanalimiz ham bor. U joydan o'sha ham ko'proq ma'lumotlarni olsalaring ham bo'ladi. Qirom, bugungi Seoul Hango 1B mavzuimiz, ya'ni Seoul Hango 1B nechinchi? 10-mavzumiz shu yergacha edi. Keyingi darsda ko'rishguncha.